Lev Tolstoy Qora yo'rg'a. Hikoya. Bizning hovlimizda yoshini yashab, oshini oshagan, munkillagan bir chor umrguzaronlik qilardi. Qariyaning ismi Pimen Timofeyich bo'lib, aftidan 90ni qoralagan edi. Chol nevarasining uyida istiqomat qilar, yoshi bir joyga borib qolgani bois qo'lidan hech bir ish kelmasdi. Qariyaning gavdasi biroz oldinga egilgan. U hassaga tayanib o'ziga bir umr beminnat xizmat qilgan oyoqlarini zo'rg'a bosib yurardi. Tishlari butkul to'kilgan, yuzlarini qo'ng'ir qoramtir ajinlar batamom qoplagandi. Chol yurayotganda pastki lablari tamshanib titrar, gapirayotganida nimanidir g'o'ldirar. Nima deyayotganini hech kim anglab yetmasdi. Bizning oilamizda 4 o'g'il yashar. Hammamiz ham o'g'il bo'lganimiz uchun otda sayr qilishni xush ko'rardik. Lekin otxonamizda bizbob yuvosh to'riq yo'q edi. Biz bolakaylar faqat bitta ot, qari yo'rg'aga minishimiz mumkin. Bir kuni onam bizga o'sha qari yo'rg'ada sayr qilishga ijozat berdi. Xursand bo'lib tog'am boshchiligida otxonaga yo'l oldik. Otboqar otni egarlab berdi. Qari yo'rg'aga birinchi bo'lib katta akam o'tirdi. Akam otda uzoq sayr qildi. Don ombori yonidan o'tib, chorbog'imizni aylanib chiqdi va bizning yonimizga yaqinlashdi. O'shanda biz bolakaylar bir varakayiga qiyqirdik. Endi men. Katta akam ot jonivorini beayov qamchilar, oyoqlari bilan biqiniga niqitardi. Ot bechora og'riqlar zarbidan yo'rg'alab, yonimizdan ildam o'tib ketdi. Katta akamdan so'ng otga ikkinchi akam o'tirdi. U ham otni rosa qiynadi. Yo'rg'ani qamchilab tepaga haydab chiqdi. U otni yana biroz haydash ilinjida edi, ammo kenja akam bunga ko'nmadi. U otni yo'rg'alatib avval don ombori atrofida, keyin bog'da va so'ngra qishloqda rosa sayr qildirdi. Akam bizga yaqinlashganida bechora to'riq rosa pishqirar, bo'yni va o'mrovi qora terga botgan edi. Otda sayr qilish gali menga kelganda men akalarimni hayratga solish, epchil chavandozligimni ko'rsatish ilinjida qari yo'rg'ani bor kuchim bilan savalay ketdim. Lekin qirchang'i charchaganidan zo'rg'a qadam bosar, tez-tez ortiga qarab qo'yardi. Otning bu qilig'idan jahlim chiqib, uni yana ham qattiqroq savalardim. Otni tinimsiz qamchilar, ayniqsa jonivorning og'riydigan joylariga ko'proq urardim. Hatto uning boshi ham bu zarbalardan quruq qolmadi. Qari yo'rg'a menga hech bo'ysunmas, oyoqlarida zo'rg'a turardi. Shunda men otni ortga burib tog'amning yoniga keldim va undan qattiqroq hukm berishni talab qildim. Tog'am bo'lsa, endi sayrni bas qilsak ham bo'ladi taqsir. Qani marhamat qilib otdan tushsinlar. Axir ot bechorani buncha qiynamang-da dedi. Men esa o'zimni xafa ko'rsatgan bo'lib, axir men hali otda sayr qilmadim-ku. Qarang tog'a, men hozir otni choptiraman. Menga baquvvatroq hukm bersangiz bo'ldi. Bu otni shunday choptirayki dedim qizishib. Tog'am boshini chayqab javob berdi. Taqsir, sizda rahm shafqat yo'q. Bu otning nimasini choptirasiz? Uning yoshi 20da bo'lsa. Ot bechora charchagan, zo'rg'a nafas olyapti. Bu ot qo'shnimiz Pimen Timofeyichday qartaygan bo'lsa, yaxshisi cholni minib, qipchin bilan savalay qoling taqsir. Nima, cholga rahmingiz kelmaydimi? Hamsoyamiz Pimen Timofeyichni esladim. Tog'amning yurakdan aytilgan so'zlari meni chuqur o'yga toldirdi. Qari yo'rg'aday tushib otga qaradim. Otning biqinlari rosa terlagan, o'zi bo'lsa harsillab nafas olayotgan edi. O'sha damda otga juda rahmim kelib ketdi. Men qari yo'rg'aning terlagan bo'yni va peshonasidan o'pib, uni qamchilaganim uchun jonivordan kechirim so'radim. O'sha voqeadan buyon ko'p suvlar oqib o'tdi. Men doimo qari yo'rg'a va Pimen Timofeyichni eslab turaman. Ayniqsa otlarni qiynayotgan insonlarni ko'rganimda, o'sha ot va qariya ko'z oldimga butun bo'y basti bilan namoyon bo'ladi.